Ulug'nor tumani Andijon viloyatining shimoliy qismida joylashgan bo'lib, 1973-yil 26-dekabrda tashkil etilgan. Tuman markazi Oqoltin shaharchasi hisoblanadi. Turizm salohiyati: Ulug'nor tumani hali keng miqyosda rivojlangan turistik maskanlar bilan mashhur bo'lmasa-da, quyidagi yo'nalishlarda turizm imkoniyatlari mavjud. Qishloq xo'jaligi va ekoturizm. Ulug'nor agrar hudud bo'lib, qishloq xo'jaligi faoliyatiga oid ekoturizm imkoniyatlari mavjud. Mehmonlar mahalliy dehqonchilik, chorvachilik bilan tanishishi mumkin. Yaqin atrofdagi diqqatga sazovor joylar. Andijon viloyatida 400 dan ortiq sayyohlik obyekti mavjud bo'lib, ular orasida muzeylar, istirohat bog'lari, tarixiy obidalar mavjud. Ulug'nor tumanidan viloyat markaziga sayohat qilib, ushbu joylarni ziyorat qilish mumkin. Ov turizmi. Ulug'nor tumani qishloq xo'jaligi va tabiiy landshaftga boy bo'lib, ayrim joylarda qushlar va mayda yovvoyi hayvonlar uchraydi. Ov turizmi asosan quyidagi shakllarga amalga oshiriladi: qush ovlash, g'oz, o'rdak va boshqa suv qushlari, kichik yovvoyi hayvonlar, masalan quyonlar. Ov mavsumi faqat ruxsat etilgan davrda va atrof muhit qonunchiligiga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Ov qilish uchun maxsus ruxsatnoma kerak bo'ladi. Tabiiy muhitni asrash maqsadida noqonuniy ovchilik qat'iyan taqiqlanadi. Baliq ovlash. Ulug'nor tumanida kanallar, sun'iy suv havzalari va kichik daryolar baliq ovlash uchun mos joylardir. Ko'p hollarda mahalliy aholining o'zi kichik miqyosda baliqchilik bilan shug'ullanadi. Mavjud baliq turlari: sudak, karas, amur, sazan. Baliq ovlash imkoniyatlari: o'z uskunangiz bilan mustaqil baliq tutish, mahalliy baliqchilar bilan birga chiqish, baliq ovlash bo'yicha tadbirlar, kichik ekskursiya tashkil qilish, mahalliy hokimiyat yoki baliqchilik bilan shug'ullanuvchi tashkilotlardan ruxsatnoma va kerakli ma'lumotlar olish tavsiya qilinadi. Xulosa qilib aytganda, Ulug'nor tumanida ekoturizm, ovchilik va baliq ovlashni birlashtirgan holda aktiv dam olish turi sifatida sayyohlarga taqdim etish mumkin. Bu imkoniyatlar nafaqat dam olishni, balki mahalliy tabiat bilan hayot tarzini yaqindan o'rganishga ham sharoit yaratadi. Ulug'nor tumanidagi tabiiy muz saroyi ichki turizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shdi. 15 kun davomida mehmonlarga beminnat xizmat ko'rsatdi. Sorry, no, no,